Ustoz, fizika milliy sertifikati uchun barcha mavzulashtirilgan testlarni tugatib oldim. Menga imtihon namunasidagi real testlar kerak. Birorta kitob maslahat bera olasizmi? Shogird, qara. Ertaroq boshlash kerak edi. Men senga necha marta aytganman, senlarga 10 ta kitobni yig'ib qo'yganman. Pulni berlaringni olib ketlaring, o'shani ishlalaring deganman. Milliy sertifikatga imtihonga oz qoldi. Endi ulgurasan, ulgurmaysan bilmayman. O'shani olib ketda ishla. Bilmadim, lekin ulgurasanmi, ulgurmaysanmi, aniq ayta olmayman. Shogird, xuddi shu savolni berishingni bildim. Men senga u kitobni, bu kitobni olib o'tirmayman. Senlarga bitta zo'r kitob tayyorlatib qo'yganman. Bu kitob Taimning fizika milliy sertifikat kitobi. Bunda milliy sertifikat imtihonida eng oxirgi tushgan eng yangi savollar va tushishi mumkin bo'lgan savollar bilan yig'ilgan ajoyib to'plam. Bu to'plamning ichida har bir variantida 45 tadan eng yaxshi savollar yig'ilgan, jami 25 dona variant mavjud. Eng yaxshi tomoni, bu to'plam respublikadagi eng kuchli ekspertlar tomonidan ishlab chiqilgan. Fizika fanidan tayyorgarlik ko'rayotgan har bitta o'quvchi imtihongacha mana shu kitobni ishlab tugatishi shart. Kitobning narxi atiga 30 ming so'm. Respublikaning istalgan kitob do'konlaridan topishingiz mumkin. Qo'shimcha savol va takliflar uchun ushbu telefon raqamlariga hoziroq murojaat qiling.